Assalomu alaykum. O'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar-ukalar. Bugungi videomiz qo'yxonamizni shamollatishini ko'rsatish. Bu juda qiyin narsa emas. Ixtiyoriy odam shamollatish uchun qanday vazifani bajarishni juda yaxshi biladi. Lekin shunday bo'lsa ham biz qilgan ishimizni ko'rsatishni niyat qildik. Hop, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mehnatimiz yoqsa like bosasiz kelishdiki. Hop, birinchi navbatda shamollatish uchun asli qo'rani qurishda mana shu balandligini baland qilish kerak. Havo aylanib bemalol chiqib oladigan holatda qilish kerak. Endi shunday bo'lgandan keyin hozirgi vaqtda yozimiz issiq, qishimiz sovuq bo'lib ketyapti. Mana issiq holatda qo'ylarimizni tepasiga shunday ventilyatorlarni o'rnatib qo'yish. Shunday qilib qo'yganmiz. Hamma qo'rani tepasiga bittadan qo'yilgan alohida qilib. Shunday holatda qo'ylar bemalol ovqatini yeb, hazm qilib, xullas kalom issiqlab ketmagan holatda turaveradi. Lekin kun sayin kunlar isib ketyapti. Bu yog'i yoz, hali yozni chillasi bor. U vaqt yana isib ketadigan bo'lsa, qo'shimcha yana ventilyatorlarni o'rnatish mumkin. Bundan oldingi videomizda o'rtoqlar, qo'ylarimizni tagini quruq saqlash bo'yicha video tayyorlagandik. Mana o'zi cho'q-cho'q. Bir marta apelka sepganimda foydasi. Tagi o'sha kuni qanaqa holatda edi-yu, mana qanaqa qurib yubordi. Endi ob-havoni ta'siri ham bor. Hop. Shu videomizga kommentariyasiga bitta akamiz yozibdilar. Aplika bo'lish shart emas-u. Qo'ydi o'zini mana yozda tagini shipirib olib qo'yilsa, o'shani to'ksa ham bo'ladi. To'g'ri aka. Gapingiz to'g'ri. Mana shu yerda shipirib olinsa, mana shu joylarda quruq go'ngga chiqadi. Shuni olib qo'yib turib, qo'ylarni tagiga sepish mumkin. Lekin endi tasavvur qiling aka. Sizda atiga mana shu 3 ta qo'ra bor. 3 ta qo'rangiz ham to'la. U boyagi holatda quruq holatini shipirib olish imkoniyati yo'q. Mana hozirgi holatda mana shu yerda shipirib ola olmaysiz-da. Juda ko'p mehnat talab qiladi shipirib olish uchun. Shuning uchun apelka eng arzon, eng qulay variant. Ixtiyoriy bir yog'och bilan ishlovchi tadbirkorlarning oldiga borsangiz, apelka chiqadi bemalol. Shuning uchun biz asosan apelkani maslahat beramiz. Lekin qo'rangiz ko'p, ayrim biri bo'sh turadi. Shunaqa holat bo'lsa, aslida shipirib olishingiz ham shart emas. Prosta bir hafta bu qo'rani bitta bo'shga olib turib, buni selgitib olib quritib bu qo'rani. Keyin bu qo'ramizdagi qo'ylarni bu yoqqa olib, buni selgitib, shunaqa qilib qo'ylarni almashtirib tursangiz ham o'zi tagi quruq turadi. Bundan muammo bo'lmaydi. Xo'p, o'rtoqlar, videomiz qisqa bo'ladi. Mana shu shamollatish tizimi kimga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bitta like deb bosib qo'yamiz. Keyingi video xudo xolasa, keyingi videomiz xudo xolasa o'rtoqlar, yana bir ukaxonimiz chiroyli qilib zamonaviy qo'yxona qurgan. Shuni xudo xolasa obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, mehnatimiz yoqsa like bosing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.